Men ham obuna bo'lganman. Siz ham obuna bo'lganmisiz? Hozir mana shu yoshlardan so'rayap turadi. Akamiz ham obuna bo'lganman deyapti. Agarda oltariq sovg'alarga obuna bo'lgan bo'lsa, akamiz ham xohlagan narsasini tanlab olaveradi. Qani ko'rsatingchi aka. Hammasini. Hozir ko'ramiz shartlarni. Mana oltariq sovg'alar birinchida istoriyada ham turibdi. Hozir ko'ramiz. Qaranglar, mana oltariq sovg'alarga obuna bo'lgan. Bunday kelib olavering aka. Kameraga qaranglar, hamma profilimizga obuna bo'lgan ekan, mana. Qaranglar. Endi biz aytganmiz, videolarga like bosish kerak deganmiz, kommentariy yozish kerak deganmiz, repost bosish kerak deganmiz, story qo'yish kerak deganmiz. Shular hammasini qilganmiz. Hozir tekshiramiz. Qarang, bir boshdan boshlaymiz. Like'lar bosilgan. Mana har bitta videoga mana ko'rishlar mumkin. Har bitta videoga like'lar erinmasdan bosib chiqqan ekan, qadrli obunachilar. Sizlar ham shularni qilinglar. Sizlar ham like'lar bosganmisizlar? Kommentariyda, story, repost. Story qo'ymaganlarga bermaymiz. Story qo'yish ham majburiy. Akamiz mana to'liq shartlarni bajargan ekan, profillarimizga obuna bo'lgan ekan, hamma shartlarni. Aka, nima sovg'a beraylik? Bu bolalarga ham sovg'a beramiz. Oldin shu akamizni shunday hozir tepshirdik, hamma shartlarni bajargan ekan. Endi nima sovg'a beraylik aka? Oltariq sovg'alarni barcha shartlarni bajarganlarga sovg'a bor deganmiz. Siz hammasini bajargan ekansiz. Qizim uchun bir dona shu o'zbekcha Qur'on bersalar, tarjima qilingan edi. Bo'ldimi? 3 yildan beri namoz o'qiydi. Voyaga yetgandan beri shu qizimga niyat qilaverdim. Shu bolani uchratsam, ko'rsataman, bajardim shartlarni deb sovg'a olaman deb. Bo'ldimi? Bo'ldi aka, hozir beramiz. Oltariq sovg'alarning ikkita do'koni bor. Bu tepada do'koni. Hozir akamni pastda do'konga ham olib tushamiz. Ashta qattirib turib pastga tushganda olamiz. Oltariq sovg'alarning pastda do'koni. Hozir sizga tepada do'konni ko'rsataman. Pastda do'kondan Qur'oni Karimni olib beramiz. Kelavering. Bismillahirrohmanirrohim. Tak. Mana shu yerda ekan. Akamizga mana Qur'oni Karimni o'zbekchasini beramiz. Barcha shartlarni bajargan ekan. Sizlar ham shartlarni bajaringlar, sizlarda ham imkon bor. Niyat qilgan ekan, mana chin dildan niyat qilgan ekan, mana niyatiga erishdi. Nima deysiz obunachilarga? Shartlarni bajaringlar. Haqiqatan ekan oldim. Xudoga shukr, Alloh niyatimga yetkazdi. Katta rahmat sizlarga. Xo'p. Kelaverasizlar bu oltariq sovg'alarni pastda do'kon, tepada do'konda ham kutamiz hammalar.